Qizliga chalg'imagan, undan ko'ra o'zingni biznesingni qil, o'qigan, hayotingni to'g'irlagan deb ko'pchilik aytadi. Ko'proq o'g'il bolalarga tegishli gaplar. O'qishingni qil, oyog'iga turgin, oyog'iga ko'targin hayotingni deb aytishadi. Lekin men bu fikrga qarshiman. Nimaga? Odamlar misol ko'pchilik shu bir-biriga shu munosabatlar xalaqit beradi deb o'ylaydi. Lekin mana biz dunyoni qarasak, tajribaga asoslanib gapirsak, Conor Makgregorni olsak, elementar misol. Conor Makgregor o'zi o'sha munosabatda bo'lgan vaqtida yosh 19-20 yoshida santexnik bo'lib ishlagan. Oyiga 170 mi 190 yevro kam ta'minlanganligi uchun davlat taraflama berilgan va u santexnik bo'lib ishlab sport zaliga borib shug'ullangan va munosabatda bo'lgan. Lekin unga unaqa munosabat qurganligi xalaqit bergani yo'q. Albatta tasavvur qilaylik, siz 18-19 yosh bola bo'lsangiz yoki qiz bola bo'lsangiz, siz birinchi o'ringa shaxsiy rivojlanishni qo'yishingiz kerak. Misol o'ziga o'zi aytdingiz, men bugun mana bu bilimlarni o'qib o'rganishim kerak. Bu narsani qo'llashim kerak hayotimda va mana bu natijaga erishishim kerak. Va undan keyin shaxsiy munosabatlarimga vaqt ajratishim kerak. Bir xil aytadi, mana bu shaxsiy munosabatni olib tasha, chiqarib tasha, chunki bu senga mana bunga xalaqit beradi deydi. Buni shundoq ham qilmaydigan inson uchun, shundoq ham shaxsiy rivojlanmayotgan inson uchun munosabat bo'ladimi, qanaqadir qizlar bo'ladimi yo'qmi befoyda, baribir muvaffaqiyatga erishmaydi. Shuning uchun bu yerda savolni unaqa qo'yish kerak emas, bu xalaqit beradimi yo'qmi. Odam o'ziga faqat o'zi xalaqit berishi mumkin. Hech kim odamga xalaqit bera olmaydi. Misol shaxsiy rivojlanishda odam faqat o'ziga o'zi xalaqit berib shaxsiy rivojlanmasligi mumkin. Muvaffaqiyatga erishmasligi mumkin, o'qimasligi, o'rganmasligi mumkin. Tashqaridan hech kim, qaysidir qiz yoki qaysidir odam xalaqit bera olmaydi. Buni biz tushunishimiz kerak. Xulosa qilsak, bemalol siz agar yosh inson bo'lsangiz, birinchi o'ringa albatta o'sha shaxsiy rivojlanishingizni qo'yib, orzu qilgan maqsadlaringizga erishishni qo'yib, qo'shimchasiga shaxsiy munosabatlaringizni ham qursangiz bo'ladi. Men juda ko'p shunaqa tajribadan kelib chiqib, misollarni bilaman. 19 yoshda birga bo'lib, 25 yoshda milliarder, millioner bo'lib ketgan, 30 yoshida. Shunaqa oilalar juda ko'p. Sizlar ham YouTube'ga kirib, keyin bir qarasanglar bo'ladi. O'zi mana bu fikr yoki bu, вообще olib tashlash kerak miyadan. Va ga o'tish kerak. Yoki shaxsiy rivojlanish, yoki o'qish, yoki biznes emas, biznes va shaxsiy munosabat. Va ga o'tish kerak, yokidan ko'ra. Shunda odam unga ham, bunga ham ulguradigan inson bo'ladi. O'g'il bolani o'zi miyasi joyida bo'lsa va yaxshi inson bilan munosabat qurayotgan bo'lsa, hech qachon bu shaxsiy rivojlanishga va biznes qurishga xalaqit bermaydi. Qaysi munosabatlar odamning o'sishiga xalaqit berishi mumkin? U farqi yo'q, siz biznesmen bo'lasizmi yoki 19 yosh bo'lasizmi, 35 yosh bo'lasizmi? Agar sizni tanlagan insoningiz, juftingiz, oilada yashayapsizmi, farqi yo'q. O'sha insonning o'zi sizga konkret xalaqit berishi mumkin yoki sizni pastga tortishi mumkin. Yoki o'zi rivojlanmasligi mumkin. Ikkinchi o'sha juftingiz. Bu yoshga bog'liq emas, bu to'g'ri odam tanlashga bog'liq. Va u odam o'zi siz bilan birga o'zini ko'ryaptimi, yo'qmi? Dunyoqarashinglar bir xilmi, yo'qmi? Bu ham juda muhim. Undan tashqari, har bir odam muvaffaqiyatga erishishi uchun unga juda muhim atrof muhit kerak. O'ziga o'xshagan hamfikrlari kerak. Agar atrofingizda, men sizga o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman, atrofingizda 10 ta, 20 ta, 30 ta odam oylik ish joyiga ishlab yurgan bo'lsa, siz eng shu atrofingizdagini zo'ri bo'lishga intilasiz. Sizning oyligingiz eng zo'ri bo'lishiniga qarab harakatlanasiz. Bo'ldi. Bu siz atrof muhitingiz sizni kim bo'lishingizni aniqlovchi faktor. Juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Siz yoki o'sha o'zingizni tan olib, u atrof muhitdan chiqib, boshqa o'zingizga kerak bo'lgan atrof muhitga qo'shilasiz, maqsadlaringiz, orzularingizga sizni olib boradigan atrof muhitga, yoki o'sha atrof muhitda qolib, u yoqda ham eng zo'ri bo'lishingiz mumkin. Yokida misol amaldagi tadbirkorlar bilan qandaydir biznes kursga keldingiz, amaldagi tadbirkorlar bilan o'zingizni qurishadingiz. Agar yoningizda bir 30 ta 50 ta amaldagi tadbirkorlar bo'lsa va u daromadi oyiga o'rtacha 50-100 million bo'lsa, siz ham 3-5-6 oy ichida, tam uzog'i 1 yil ichida siz ham shunaqa 30-50-100 million aylanma qiladigan tadbirkorga aylanasiz. Bu tekshirilgan fakt. Shuning uchun atrof muhitingiz birinchi o'rinda eng muhimi. Hayotingizda nima maqsadga erishishingizni katta rol o'ynab beradigan holat. Shuning uchun agarda siz o'z atrof muhitingizni shunaqa amaldagi tadbirkorlar bilan, muvaffaqiyatli insonlar bilan va o'ziga o'xshagan noldan biznes boshlamoqchi yoki bor biznesni rivojlantirmoqchi bo'lgan hamfikrlar bilan qurshamoqchi bo'lsangiz, aynan siz uchun biz Fenomen klubini yaratdik. Fenomen klubi bu
noldan biznes boshlash va bor biznesni rivojlantirish bo'yicha muvaffaqiyatli insonlarning klubi. U klubda biz har hafta har xil darslar tashlaymiz, har xil jonli efirlar qilamiz. Уже oldindan yozilgan darslar bor. Xullas, shunaqa atrof muhit, kuchli atrof muhit sizni qurishadigan joy. Bu bilan gaplashasiz, bu bilan gaplashasiz, bu darsni ko'rasiz, bu darsni ko'rasiz, bundan savol berib, xullas, noldan biznes boshlashni ham o'rganib olishingiz mumkin. Umuman pulsiz, bilimsiz va tajribasiz noldan boshlab bir hafta ichida kuniga 500 ming, 1 million foydaga chiqish usullarini ham o'rganishingiz mumkin. Va amaldagi tadbirkor bo'lsangiz, tezda daromadingizni oshirishni ham o'rganishingiz mumkin. Xullas, Fenomen klubi sizni shaxsiy rivojlantiradigan, sizni o'sha boy bo'lishingizga, muvaffaqiyatli bo'lishingizga yordam beradigan klub. Pastdagi havola orqali, chatbot orqali kirib, batafsil to'liq ma'lumot olinglar va o'sha yerda nima qilishingiz kerak, to'lov qancha, hammasi to'liq batafsil tushuntirilgan. Fenomen mani yopiq kanalimda, o'sha yopiq klubimda sizni kutib qolaman.